Aziz Mamajonovning ustidan chora ko'ring degan edik. Javob xati berdi. Javob xatining ijrochisi topinglarchi kim? Aziz Mamajonov o'zi katta. Aziz Mamajonov o'zi. Ha, ya'ni bo'rini ustidan shikoyat qilyapmiz. Yana bo'riga qaytib holatda o'rgangan. Bu yerning o'zi javob xati beryapti. Hurmatli g'ulom-g'ulomimiz va o'sha bojxonada ishlaydigan yoki ushbu texnikani tushunadigan birorta inson bo'ladigan bo'lsa, mana bu ramani qayta tiklash imkoniyati bormi yoki yo'qmi? Agar bir narsaga davlat raqam olish imkoniyati bo'lsa, siz uni so'ragan 4 milliardni bemalol beraverasiz. 4 milliard 200 million to'laymiz deymiz. To'laymiz, rasmlashtirib beramiz. Biza deydi, rasmlashtirib beramiz deydi. Endi rejimiga turadi deydi. Buni deydi, uyingizga deydi, eksponat qilsangiz ham mayli. Hurmatli Aziz Mamajonov, agar buni haqiqatan transportda topayotgan bo'lsangiz, tadbirkorga amaliy yordam beringlar. Davlat raqam belgisi taqishga istagan pulni berishga tayyor. Shunchalik bular lavozimga berilib ketganmi? Shunchalik Akmalxo'ja aka, Mavlonov aka, bularni ustidan chora ko'rmasangiz bo'lmaydi. Nima O'zbekistonda qonunlar hamma joyda bir xil ishlamaydi. Antikorrupsiya. Do'stlar, azizlar, vatandoshlar, assalomu alaykum. Xabaringiz bor, bundan bir necha oylar avval biz bir tadbirkorni chet davlatlaridan umuman sifatga yaramaydigan avtomashinalarni O'zbekistonga olib kelib, uni ehtiyot qismlarini boshqa bir tadbirkorlarga, umuman haydovchilarga sotib, tirikchilik qiladigan bir tadbirkor akamizni olib chiqqan edik. Biz ushbu holatni oxirigacha yoritish maqsadida Buxoro shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudiga keldik va sudda xolis ishtirok etdik. Ming afsuslar bo'lsinki, sud jarayonida shaxsan o'zimizga nisbatan bo'lgan noto'g'ri ajrimdan norozimiz va buni e'tirof etishga majburmiz. Sud jarayonlari boshlangandan so'ng bir qator advokatlar tomonidan qayta ommaviy axborot vositalari video lavhalarga olib, mana shu holatni ijtimoiy tarmoqlarda xolislikni ta'minlash maqsadida yoritishlariga ruxsat berishingizni so'rayman deya iltimosnomalar kiritishdi va taraflar umuman olganda barcha advokatlar hamma rozi bo'ldi, lekin prokuror rozi bo'lmadi, e'tiroz bildirdi. Ming afsuski, prokurorning e'tirozi sud majlisida aynan shu iltimosnomani rad etishga asos bo'ldi. Do'stlar, qarang, prokuror qanchalik kuchli. 3 talab advokat, 2 talab jinoiy javobgarlikka tortilayotgan javobgarlar, ya'ni o'sha sud majlisida turgan, javobgar sifatida turgan shaxslardan ham faqat prokurorning yo'q degan so'zi ustun keldi. Sud esa aynan ommaviy axborot vositalariga ushbu sud jarayonlarini video tasvirga olishga yo'q deya javob berdi. Demak, do'stlar, biz ichkarida aynan ushbu sud proses holatlarini sizni e'tiboringizga havola etish baxtidan mahrum bo'ldik va bu jarayonlarni video lavhalariga ola olmadik. Lekin biz inson sifatida sudda qatnashib, ko'rganlarimizni, bilganlarimizni bemalol sizga bayon etishimiz mumkin. Chunki sudda bo'lgan holat bizni ko'zlarimiz oldida bo'ldi. Demak, keling aka, assalomu alaykum, yana bir bor. Assalomu alaykum, yana bir bor kuzatuvchilarga. Hozirgi suddan ko'nglingiz to'lyaptimi, yo'qmi? Yo'q, hozirgi suddan ko'nglim to'lmayapti. Hozirgi primera 5-proses, 5-proses ketyapti, tugadi. Shuncha proses davomida birortasidan qoniqish hosil qilmadim, neytrallik ko'rmadim. Ya'ni hozir sudda neytrallikni men ko'ra olmayapman degan bir fikrga kelyapsiz. Sabab nima bunda? Sabab nima asos bo'lyapti sizga shunaqa? Asos bojxona xodimlarini savolga tutgan payt bojxona xodimlari aniq javob bermasdan eslolmayman, bo'lishi mumkin, 1 yilcha bo'ldi bu voqeaga deb vaziyatdan, savollardan qochyapti. Ya'ni shu holat bo'yicha biz ham guvoh bo'ldik. O'sha sud jarayonlarida bojxona xodimlari tomonidan rasmiylashtirilgan hujjatlarning barchasi juda ham yomon ahvoldaligini advokatlar ochib tashladi va bergan advokatlar tomonidan berilgan savollarga esa bojxona xodimlari yurist bo'lsa-da yoki huquqshunos bo'lsa-da umuman javob bera olmayotgan holatlarni ko'rdik. Ya'ni sudda qatnashayotgan bir nechta tamojniyni bojxona xodimlari aynan bularning foydasiga bo'ladigan o'zlarini qilgan kamchiliklari bo'yicha berilgan savollarga
bilmadim, eslolmayapman, 1 yil bo'ldi, unutib qo'ydim deydi-yu, lekin boshqa savollarga aniq, tiniq, o'sha deylik o'zlarini manfaatiga xizmat qiladigan savollarga, prokurorning ayniqsa savollariga to'liq javob berishdi. Hammamiz bilamizki, har bir jinoyat ishini prokuratura tasdiqlaydi va sudlarda, ayniqsa jinoyat ishlari sudlarida prokuror ushbu delani, ushbu ishni himoya qiladi va prokurorning savollariga bilmadim, eslolmadim deya javob bermagan bu bojxona xodimlari bizni murojaatchimizni advokatlari tomonidan berilgan savollarga esa bilmadim deya iddao qilishmoqda. Mayli, do'stlar, sud jarayonlari bugungi kunda ketmoqda. Hozir biz sudyani noxolislikda ayblamoqchi emasmiz. Aynan ushbu holat bo'yicha advokatlarni keltirgan vajlari va o'sha bizga murojaat qilgan tadbirkorni asosli e'tirozlarini barchasini biz keyingi videolarimizda ham ilova qilishimiz mumkin. Hozircha esa sud jarayonlarini kutamiz. Sud qanday hukmga keladi? Oqlaydimi yo jazoga tortadimi? Vaqt ko'rsatadi do'stlar. Yana bir jihatiga e'tirof etib ketmoqchi edim. Mana hozir Sardor Amash, Sardor bir narsaga e'tibor qaratgim keldi ukam. Kecha yaqinda Oliy sud raisi bir iddao bilan chiqdilar, haqli iddao. Ya'ni prokurorlar sudga tayyorgarliksiz keladi. Buni oqibatida sudyalar qoralash jihatidan savollar berishga majbur bo'lmoqda va advokatlarni narigi tomonning haqli e'tiroziga sabab bo'lyapti bu holat degan bir qattiq chiqish qildilar. Men qo'yil qoldim to'g'risi. Haqiqatan ham jarayonlarda shunaqa, aynan shu prokurorda shu sudda qatnashayotgan prokurorni stolini ustida qarasang hech nima yo'q, 2 varaq bo'sh qog'oz. Bo'sh qog'oz bo'ldi. Lekin bu yerda o'tirgan advokatlarning stoliga qarasang, bir dunyo hujjat, bir dunyo savollar, bir dunyo tayyorgarlik. Mana shu holat bo'yicha o'zingizning fikringiz qanaqa bo'ldi? Albatta Jahongir aka, hozir bunaqa qiziqarli sudlar kamdan kam uchraydi, ochiq gap. Ikkinchi prosesda ishtirok etayotgan bo'lsak, endi prokuror albatta o'zi qo'zg'atgan jinoyat ishi uchun, demak, o'zi himoya qilish kerak-da davlat manfaatlarini, to'g'rimi? Qonunni himoya qilish kerak, boshqani himoya qilish kerak. Savol-javoblar, diskussiya prokuror tomonidan demak kamroq bo'lyapti. Ben bu hozir kelayotgan guvohlar, ya'ni bojxona qo'mitasi xodimlari esa albatta o'zi tuzgan bir bayonnomalarga, protokollarga, o'sha deklaratsiya qog'ozlariga, o'zi umuman o'sha qo'zg'atgan jinoyat ishi doirasidagi bir hujjatlarga birontasiga bir asosli dalil keltirib bera olmayapti. Ya'ni bularni Melisakani manfaatlarini himoya qilayotgan advokatlar har bitta holat bo'yicha detal bojxona kodeksi bo'yicha, jinoyat protsessual kodeksi bo'yicha demak savollarga hech qanaqa javob bera olmayapti. Demak, menda bitta narsa fikr uyg'onyapti. Jahongir aka, hozir eslolmayapman degan gaplarga eng ko'p ishlatilayotgan savol, javob eslolmayapman, bilmayman. Demak, bu ikkita odamning taqdirini bilmayman degan gap bilan hal qilib yuborishmi bu yerda endi? Endi sudlarimiz bunga bir tegishli baho beradi degan umiddamiz aka. Biz ham hozir sudga oldindan baho bera olmaymiz aka. Bunga hali sudga ta'sir deb baholashlari mumkin. Endi kutamiz bu yog'ini. Sudda yakuniy qismida kelib chiqib fikrlarimizni aytamiz. Qaytgancha yana bir narsani aytib ketmoqchiman. Ushbu sudda biz haqiqiy advokatlarni ko'rdik. Haqiqiy advokatlarni. Mana Qorboboni haqiqiysini ko'rganmisiz degan savolga hamma yo'q deb javob beradi. Lekin advokatni haqiqiysini ko'rganmisiz desa, men ha deyman. Chunki haqiqiy advokatlar avvalambor o'zimning ustozim borlar shu Akbar aka, undan tashqari mana Xurshida Bonu opamiz va yana-da shunaqangi advokatlarni ko'payishini xohlaymiz. Hozir sudda bir 3 ta advokatni ko'rdimki, haqiqatan prokurorga nisbatan o'zini haqli e'tirozini ayta olyapti, o'zini himoya ostidagi o'sha fuqaroni manfaatlarini kerakli darajada borduq bilan himoya qilyapti. Biz qoyil qoldik va o'ylaymizki, aynan O'zbekiston Respublikasida mana shunaqangi jur'atli, yuragi bor, shijoati bor advokatlar ko'paysin. Agar shunday advokatlar ko'paysa, barcha organlar ham, sudlar ham tegishli qarorlarni qonuniy ko'rib chiqishga majbur bo'lishadi. Agar qonuniy ko'rib chiqmasa, mana bunday kuchli advokatlar qonuniy ko'rishga majbur qiladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling do'stlar. Yaxshilikda ko'rishaylik. Nima qo'shimcha fikringiz bor? Qo'shimcha fikrim endi kelib qoldi. Surishtiruv bo'lyapti. Surishtiruv jarayonida inspektor, rasmiylashtirish bo'limi inspektor
laboratoriya xodimi, kontrabanda xodimi, bojxona xodimi ko'rikchi. Hammasini savollari, javoblari bir xil. Deyarli farq qilmaydi. Laboratoriya xodimiga ham o'sha javob to'g'ri kelyapti. Kontrabanda xodimiga ham, inspektor xodimiga ham. Как bularga o'sha o'rgatib yo'rilgan, borasan, sudda mana shu javob berasan deyilgan. Boshqa savol javob berilmaydi. Shunga e'tibor qaratishni so'rayman, shu voqealar bo'ldi. Bir xil javob deyarli. 4 ta xodimga ham bunday bo'lishi mumkin emas-ku. Endi holatlar bor, kerak bo'lsa 9 talab xodimlar ham telefonimni yo'qotib qo'ydim, sotib yubordim, o'g'irlatib qo'ydim, buzilib qoldi degan iddaolarni ham qilishgan. Mayli, bunga ko'nikishga majbur emasmiz. Buxoro bojxona Lekin biz xodimlari kurashishimiz kerak bu holatlar uchun. Sardor qo'shimcha fikring. Qo'shimcha fikrim, mana albatta Jahongir aka, qonun ustuvor davlatda yashaymiz. Qonunlar amal qilmagan joy parokandalikka yuz tutadi. Ochiq gap, men bunaqa 3 ta hozir bojxona xodimini savol-javoblarni diskussiyasini ko'rdim aka. Men xudo asrasin deyman. Bunaqalar bilan uchrashishdan yo bunaqalarga qanaqadir ishim tushishdan aka. Har bitta narsani bir qonuniy asoslantirib berish kerak. Bu yerda qonuniy reket ketyapti degan bir fikr shakllanyapti-da menda. Ya'ni o'sha tadbirkorning mulkini bu transport vositasida tortib olish maqsad. Ha desa, bu davlatning manfaatlari uchun-chi. Davlatning manfaatlari tadbirkor $10 ming sarflab o'sha narsani olib kelyapti aka. O'sha narsani ertaga men ehtiyot qism sifatida sotaman debdi. Bu narsani videoda ham bir vizual o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rishimiz mumkin-da aka. Bironta haydovchiga, mana yoki yuk tashuvchi avtomobil haydaydigan haydovchiga singarama bilan bironta mashina olasan desa aka, buni bir yarim puliga ham olmaydi. Yuk ham ko'tara olmaydi. U ko'tarmaydi, sinib ketadi aka. Singan velosiped qanaqa yuradi? O'tirsa ikkiga bo'linib qoladi. Ikkiga bo'linib qoladi. Xuddi shunaqa narsada aka. Bular o'sha xarajat, mana misol logistik tashish jarayonida paddon xarajatlari bor aka, ayoqda mashinani chochish xarajatlari bor. O'sha xarajatdan qochadi-da, ramani shundoq kesib turib, mashinaga ketma-ket yuklab turib olib keladi. Noto'g'ri gapiryapman. To'g'ri gapiryapman aka. Germaniyadan olib kelishga yo'l xarajatlari qimmatli qiladi, ishchi xarajatlari qimmat bo'ladi. Shuning uchun ekonom qilish maqsadida ikkita mashina emas, bitta mashinaga akkurat yuklash maqsadida. Ha, shundoq kesadi, paddonni anaqasini yutish maqsadida bu yoqqa olib kelishadi. Bular buni tugallanmagan mashinada beryapti. Mana oddiy misol, GM mashinalari, mana Trekkerlar yoki mana 10Xlar 4 ta baloni yo'q, kirib kelyapti. Ehtiyot qism sifatida O'zbekistonga. Lekin bular olib kelgan u tugallanmagan. Aslida o'zi uni ham ikkiga bo'lib olib kelish kerak edi. U ehtiyot qism sifatida chochilib olib kelish kerak edi u narsani. Lekin o'sha 4 ta balonni O'zbekiston taqqanligi uchun Made in O'zbekiston bo'lib, demak O'zbekistonning nomidan chiqyapti. Shu yerda yana bir mulohazalar bor edi. Bular bojxona xodimlariga men tushuncham bo'yicha, meni fikrim, shaxsiy ham fikrga ega. Soxta obro'y orttirish, soxta lavozim orttirish maqsadida qilyaptimi? Soxta ko'pirtirish bojxona byudjetiga 4 milliard, 5 milliard pul kirim qilamiz degan maqsadda qilishyaptimi? Menga nisbatan qanaqadir g'arazli niyati bor, men bila olmadim, tushuna olmay qoldim-da men bunaqa holatlardan. Aka, bu narsani asosli qilsa hech kimning qarshiligi yo'q. Asosan qilsalar, asosan bera olmayaptilar. O'sha narsa asosli. E'tirozimiz yo'q. O'sha 4 milliardni to'laymiz, rasmiylashtirib bering degan taqdirda ham bojxona jarayoni yo'l qo'ymaydi. Qonunchiligimiz yo'l qo'ymaydi. Chunki u ehtiyot qismi asoslab berildi. Bilmadik endi. Tushunarli, bu holatda biz gapirsak, soatlab gapirishimiz mumkin. Yana bir jihatiga e'tibor qaratishni so'rardim. Bojxona xodimlarining ichida ilmi bor, bugungi siyosatni tushungan, qonun va qarorlarni yaxshi biladigan xodimlar ham bor. Biz bojxona yo'nalishini butkul botqoqqa botirmoqchi emasmiz. Lekin biz ko'zimiz bilan ko'rib, quloqimiz bilan eshitib turgan mana bu bojxona xodimlari sudda guvohlikka kelib, advokatlar tomonidan berilgan savollarga bilmadim deya umuman o'zlarini vazifalarini, majburiyatlarini va deylik o'sha funksionalniy vazifalarini ham bilmagan bu xodimlar umuman biz shaxsan men noloyiq deb hisoblayman. Sababi har bir hujjat qonun doirasida va o'sha tegishli belgilangan Vazirlar Mahkamasining qarorlari boshqa holatlar bilan izchil birgalashib qilinishi kerak. Ya'ni umuman hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonlari ham oyog'i osmondan bo'lib yotgan holat va shu holatda ikkita odam bugun hayoti hal bo'lishi mumkin. O'ylaymizki, sudda bu holat uchun odilona qarash qilinib,
oqlov e'lon qilinadi degan fikrimiz bor. Sud yakuniga kelib biz yana bu holat bo'yicha sizga to'liq ma'lumotni beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling do'stlar. O'zingizni ehtiyot qiling. Yaxshilikda ko'rishaylik. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, biz Buxoro viloyati G'ijduvon tumanidagi, demak, bojxona omboridamiz. Ya'ni shu hozir mavzusini ko'tarayotgan tadbirkorimizni jinoiy javobgarlikka tortilishiga asl sabab mana bu yonimizda turgan yuk avtomobillari desak bo'ladimi yoki yo'qmi? Menimcha yuk avtomobillari deyapmiz. Sababi bular ehtiyot qism sifatida tadbirkor tomonidan olib kelingan, ammo o'sha bojxona xodimlari tomonidan bu avtomobilni tiklasa bo'ladi deyilyapti-da. Yana bir mutaxassis sifatida aytishim mumkin. Operatsiyamizdan bu avtomobilni nimaga bunaqa kesib olib kelinadi? Germaniya Federativ Respublikasida, demak, tadbirkorimiz tomonidan Iveco rusumli ushbu yarimta avtomobil sotib olinib, O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirilib, kelajakda demak, ehtiyot qism sifatida, ya'ni o'sha haydovchilarimiz biladi, bu zapcha sifatida sotilishi belgilangan aslida. Ammo bu yerga kelgandan keyin, demak, bojxona xodimlari bu avtomobilni ertaga tiklasa bo'ladi degan bir vaj bilan tadbirkorga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atishgan. Bir narsaga e'tibor berish kerak. Avtomobil 3 qismdan iborat bo'ladi, ya'ni kuzov, shassi, demak, va dvigatel qismi. Bizda hozir asosiy bog'lanadigan narsamiz bu yerda, demak, o'sha rama qismi bo'ladi. Mana bu rama deyiladi. Insonda umurtqa pog'onasi qanday bo'ladigan bo'lsa, avtomobilni ham asosini rama tashkil qiladi. Ya'ni rama qiyshaygandan keyin yoki bu narsaga shikast yetgandan keyin, kesilgandan keyin bu narsani ertaga, demak, nima deydi, bir qayta tiklashga iloji bo'lmaydi. Sababi bu yuk tashiydi. Bemalol haydovchilarimiz ham izohlarini berishlari mumkin. Ammo hozir bojxona xodimlari tomonidan bunga ertaga tiklanishi mumkin degan bir xulosa berilgan. Ya'ni ularning xulosasi o'sha Xadija Sulaymonova nomidagi, demak, ekspertiza markazining bergan xulosasidan ham ustun topilyapti-da. Ya'ni ana o'sha yuzasidan, demak, sud jarayonlari bo'lyapti. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, mana tadbirkorimiz Melisaga nechta olib kirgansiz 2025-yilda bu avtomobillardan? 2025-yilda ushbu ko'rinishda 2 turdagi olib kirganmiz. Imенно shu G'ijduvon TIFda imенно o'sha inspektor Nural aka o'tkazgan, post boshlig'i G'ulom bo'lgan o'sha paytda. Bu 3 ta turdagini o'tkazmadi. Oldin 2 ta turdagisini o'tkazgan shu tovarda, xuddi shunaqa ko'rinishda. Uni rasmlari ham bor, videolari ham bor, bizda mavjud. Keyin shuni ramalarini ham magazinimizga olib qo'yibmiz. Hozir buni qolgan qismimi yoki mana bu oldi qismi, eskilarning ramasi? Eskilarning oldi qismi. Kabinasini sotganmiz, motorni olib boshqa mashinaga o'rnatganmiz. Ana buni ramasini olib bazamizda saqlab qo'yibmiz. Hozir bular demak o'sha bojxona xodimlari tomonidan ekspert bo'lmagan holatda buni hozir orqa mana bu mostda olingan degan bir xulosa berilyapti. Xulosa beryapti. Buni qolgani qayerda? Buni qolgani Germaniyaga qolgan, metalonga tashlaganmiz. Buni kecha sud majlisida Narzullo Rahmatov aytishi bo'yicha biz O'zbekistondan xuddi shunaqa shivlar olar ekanmiz. Motoriska berib. Motoriska dedi. Motoriska berib, motoris unga ular ekan, svarka qilar ekan, bo'ltgayka qilar ekan, keyin bunga biz zadnimiz qo'yar ekanmiz, nima qilib yurar ekanmiz. Bu 40 tonna toshiydi bu. Buni imkoni bormi o'zi? Yo'q, mana Narzullo Rahmatov shular imkoni bor deydi-da, Narzullo Rahmatov. Biz buni olib detalni bo'laklab, magazinimiz bor, sotamiz. Qaysidir hozir ko'rsatasizmi o'sha narsani? Hozir magazinga borib taqdim etamiz, ko'rsatamiz holatni. Ya'ni o'sha eski ramalarni ham ko'rsatamiz. Ko'rsatamiz, qanaqa holat bo'ladi, nima holat bo'ladi. Motor ust qilingan mashinaga qo'yiladi, avariya bo'lganiga kabinasi qo'yiladi. Agar avariya bo'lib yonib ketgan bo'lsa, motor bilan kabina qo'yiladi. Ya'ni tomoshabinlarimiz tushunmayapti gap nimadaligi haqida-da. Ya'ni tadbirkorimiz tomonidan avvaldan xuddi shunday turdagi chala ehtiyot qism deb aytamiz buni, transport vositalari O'zbekiston hududiga olib kirilgan va keyinchalik demak ehtiyot qism sifatida, bo'zabcha sifatida sotish maqsadida. Endi dastlabki olib kelganlarda xuddi shu narsa, demak, o'sha ehtiyot qism deb e'tirof etilgan bo'lsa, ikkinchi marta olib kelganlarda bu narsani ertaga tiklash imkoniyati mavjud deb xulosa berganda. Ya'ni aynan shu yuzasidan hozir sud bo'lyapti. Sud bo'lyapti. G'ulom kelib o'rganmadi, holat ko'zi bilan ko'rmadi. Bu butun mashina deb bular xulosa chiqardilar.
aslida holat mana shu. bojxona Bojxona posti boshlig'i. boshlig'i. Posti boshlig'i. Kel, operator. O'rganib ko'rsat. chiqmadilar. Mana buni yaqinroq oling, keling. Bolgar kablar Hurmatli kesilgan. G'ulomov va o'sha bojxonada ishlaydigan yoki ushbu texnikani tushunadigan birorta inson bo'ladigan bo'lsa, mana bu ramani qayta tiklash imkoniyati bormi yoki yo'qmi? Buni Shu narsani e'tiborga ramani qayta tiklash imkoniyati umuman mavjud emas. Bu rama zavod holatida yig'ilgan bo'lsa, ramani amortizatsiya beradigan holati bo'ladi. Amortizator haydov uchastasidan boshqa. Haydov uchastasi bu pirsa bildirgan, yuk bildirilgan rama amortizatsiya beradi. Bunaqa holatga buni qanday tortadi bu 40 tonna yuk? ertaga bu narsani Kesilgan amortizatsiya bo'ladi. bermaydi-yu, bu narsani ulaydigan bo'lsa, bu joyidan yana tirsillab, Sinib, velosipedga uzilib ketadi. o'xshab, demak, sinib ketaveradi. Shuning hisobidan buni Hozir demak 5 ta olib kelgansiz, ikkitasini qaytarib chiqarib yuborgansiz O'zbekistonga. ikkitasini rastamoshka qilib chiqarganmiz. Bu ham rastamoshka bo'lgan, rastamoshkalar to'langan, olib chiqadigan joyimizga Nurali Mahmudov edimi inspektor kelib iltimos qilib saqlab qoldi. Chiqarmay tur dedi. Xo'p dedik, chiqarmadik. Keyin ishni chapasiga qaytarib mana shunaqa holatlar bo'lib ketdi. Yana bir kecha sudda bir qiziq holat yuz berdi. O'sha Nurali deyotgan inspektoringiz ushbu transport vositasini avtomobil sifatida demak rastamoshka qilsang bo'ladi. Bular zulm, avtomobil deb. Ha, avtomobil sifatida rastamoshka qilsang bo'ladi dedi. Buni rastamoshka qilgandan keyin ertaga Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati bunga raqam bermaydi-yu. Bu nima yarimta holatda harakatlanadimi? Yoki nima maqsadda foydalansa bo'ladi ertaga bundan? Agar buni ramasidan foydalanib bo'lmaydi. Tamom, o'sha yaroqsiz kesildi, yaroqsiz bu. Buni o'ngli ravishda ko'rish mumkinki, detallarni olamiz, boshqa mashina yaratamiz. Bunday qilib kelishdan maqsad furaga joy ekonom bo'lish uchun, vaqtdan yutish uchun. Ya'ni Germaniyaga borib buni detalni bo'lsak, ko'p ish xodimlarni jalb qiladi, keyin ikkita fura kerak bo'ladi. Bitta furaga sig'maydi buni bo'lgandan keyin. hozir bitta furada nechta keladi? Bitta furada ana shu 3 tani yuklaganmiz. 3 ta yuklanadi. Hozir Agar buni- kesmaydigan bo'lsangiz, Kesmaydigan bo'lib ramani olib detalni so'chsak ikkita sig'adi bitta furaga. ikkita sig'adi. Keyin Ham vaqt hozir ham logistik ketadi, xarajatlarni siz Shunaqa. hisob qilyapsiz. Ikkinchidan Ish kuchini ham. qimmat u yer. Keyin vaqtdan ham yutamiz. Keyin Tezroq ketish uchun. paddonni o'rnidan foydalanamiz. Paddonlardan foydalanamiz. Akkuratligidan, korobkalarga zarar yetmasligi uchun bizga kerak bo'ladigan narsa korobka, motor, kabina chast. Uje kabinalarga zararlar yetgan, ko'tarib tushiraylik yuklagandan qarang. Uje kabinani o'zi ham yaroq holatda kelgan, laboylar singan, eshiklar singan. Bu Uje narsadan bizga minus shu- bu. Bundan uje bu tovardan mana holatni ko'ring. Buni avariya bo'lgan avtomashinaga qo'yiladigan kabina bu. Bu avariyaning holatga bu uje. Uje tushiradigan payt shunday bo'ldi. Yana buni qaytib yuklab yetib tushirsak, yana qayerlardir sinadi, eziladi. Shunaqa holatga kelgan. Tushunmovchiliklar bo'lganning yuzasidan bular o'zlari ekspertiza tayinlashdi. Test sertifikatlash markaziga tayinlashdi. Sertifikat markazi kelib ko'rdi. Kelib ko'rgandan keyin sertifikatlash markazi buni ehtiyot qism deb berdi. Xulosa, bu dedi transport hisoblanmaydi dedi. Ya'ni Hadis Sulaymonov nomidagi demak ekspertiza U Hadis Sulaymonov- mutaxassisi ham bu narsani Hadis Sulaymonov ekspertiza markazi ham avto ehtiyot qism deb berdi. Sertifikatlash ham Kassa degan tashkilot bor, Iveco servis bilan shartnomasi bor ekan. Ular ham kelib ko'rishdi. Bu ushbu turdagi yaroqsiz rama kesildik, yaroqsiz deyiladi. Rama qolgan qismi bo'lsa ham yaroqsiz deydi. Shunday kesildiki, xususiyatini yo'qotadi rama. Chunki bu birlamchi materialdan qilinadi, ikkilamchi emas edi. Birlamchi material o'zini tarkibi dedi buziladi. Kesildi, tarkib buzildi. ular texnik Metal. xodim, sertifikatga ega bo'lgan, demak ekspertlik hisoblanadi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Ammo bizning bojxonadagi demak iqtisodchimiz bu narsani tiklansa bo'ladi deb aytyaptilar. Hurmatli sudiyamizga iltimosimiz bor, agar bizni ko'rib turgan bo'lsalar, mana yana bir narsa ko'rsataman. Bu ramani tiklash imkoniyati mavjud emas. Tiklangan ramadagi avtomobilni boshqargan bironta haydovchini yoki sotib olgan bir insonni eshitmaganmiz biz. Aynan shu sohada 5 yil faoliyat yuritib. Nima deb aytaylik? Shuncha xulosa beradi, shuncha narsa. Bilimsiz deymizda, mutaxassis emaslar, laboratoriya xodimi. Ya'ni sud jarayonlarida ham bir savollarga to'liq javob Bilolmayman, bilmayman, eslolmayman deydi. O'g'li ravishda ko'rib turibdi-ku. Ishiga noloyiq, sovuqqonlik bilan qiladi. Buni rasmiylashtirish etapi bo'ladi. Rasmiylashtirish jarayonida agar buni avtotransport vositasi desa, baza so'raydi, bojxona bazasi so'raydi, sertifikat bering deydi. Sertifikatni olib bazaga ilova qilish kerak. Sertifikatni zapchasi deb beryapti. Bular mashina deb rasmiylashtirdi, bazaga zapchasini sertifikatini qo'yadi. Bu yo'q ham bor.
o'zi rasmiylashtiruv jarayonini rasmiylashtirib bo'lmaydi. O'zi qonunga to'g'ri kelmaydi. Ba'zi so'ragan narsaga. Agar bir narsaga davlat raqam olish imkoniyati bo'lsa, siz ular so'ragan 4 milliardni bemalol beraverasiz. 4 milliard 200 million to'laymiz emas, to'laymiz, rasmiylashtirib beringlar. Rasmiylashtirib chunki sertifikat so'radi. Sertifikat nima deb buni zapchasda berdi sertifikat. Yana bitta gapi g'alati bo'ldi. Uyingizga maket qilib qo'yib qo'yasizmi? U sizning ishingiz degani. Bu Narzullo Rahmatovning menga nisbatan qanaqadir xusumati bormi? Biza deydi rasmiylashtirib beramiz deydi, endi rejimiga turadi deydi. Buni deydi uyingizga deydi eksponat qilsangiz ham mayli deydi. Men 4 milliard 200 to'lay ekanim, buni eksponat qilaman. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aytibdilar-ku, keyingi yo'lga tadbirkorlarga ishlasin. Ketiramiz, kredit oldik, kreditdan foydalanamiz. Biz kredit olib 4 milliard 200 to'lay ekanimiz, eksponat qilar ekanimiz. Endi bu xodimni bu gapga nima deydi? Bu ko'rsatmalarni xodim sudda taqdim qildi, aytdi. Sudning raisi bor, prokuror bor, bu gaplarni eshitdi. Tinglovchilar bor, himoyachilar ham bor. Bu nima degan gap endi? Shuning uchun uquvsiz xodimlarni dastidan tadbirkorlar jabr ko'rish kerakmi? Oy bo'ldi, avgust oyiga boshlangan. Oyning ichiga qancha tushuntirib bo'lmaydi endi. Bojxona qo'mita rahbarlari Akmal aka Mavlonov xodimlar yuzasidan xizmat tekshiruv tayinlaysizmi? Qonuniy chora ko'rasizmi? Chora ko'ring, tadbirkorlarga bosimlar qilib, tadbirkorlarni yo'l ochmayapti. To'sqinlik qilyapti, byurokratiya qilyapti Buxoro bojxona xodimlari. Ya'ni o'sha xodimlarda demak javobgarlik hissi bo'lishi kerak. Bo'lishi kerak, his qilsin. Bemalol gapiryapti, ertaga javobgarligi yo'q. Boya bir deklarantingiz Farruh akani bir gapi e'tiborimni tortdi. Deklarant bittagina xato qilib qo'ysa, jinoiy javobgarligi tortiladi. Shunaqa. Demak, xodimga nisbatan hech qanaqa javobgarlik yo'qmi degan savollar qo'ydilar-da. Ya'ni oddiygina holatda o'sha xodimlar ham qabul qilyapti-da bu narsa. Demak, javobgarlik mavjud emas ularda. Bu narsa xohlagan ishini qilib yuribdi hozir. Xuddi shunday. Ana hozir bizni ko'zimiz bilan ko'rganda bu narsani. Xo'sh, keling, videoni uzmang. Sherga montaj qilmay joyi. San dedi, buni moshina qilasan dedi. G'ulomov bildirgan. G'ijduvon yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi bilan til biriktirib, soxta tex pasportlar taxlab, moshina qilib sotyapsan degan. Bildirgiga yozgan aniq, bizning qo'limizda turibdi o'sha bildirgi. Nima uchun chora ko'rilmaydi? Isbotlar berilmadi, topib bera olmadi shu G'ijduvon qachon G'ijduvon yo'l harakati xavfsizligi bilan til biriktirgan soxta hujjatlar taxladim. Agar men buni moshina qilmoqchi bo'lsam, uzoqqa borish shart emas, zapis uzmasdan keling. Mana tayyor moshinalarni keltirganman. Kelganiga 1 yildan oshdi. Hurmatli prezidentimiz 7-fevralga tadbirkorlarga imtiyoz beramiz, qo'shimcha ravishda deganlarga olib ketirib qo'yganman. Mana butun mashina, mana butun mashina. Mana mashinam. Ana bu mana mashinam. Mana olib kelardim. Ya'ni buni rastamochka qilib ertaga sotish maqsadida. Sotish maqsadida olib kelgan, minishga, ishlatishga mana olib kelganmiz. Lekin ularni ehtiyot qismi uni ehtiyot qismida olib kelganmiz. Chunki ushbu turdagi mashinaga ehtiyot qismi yo'q. Xitoydan ham kelmaydi. Kerakli qismi topilmaydi. Talab katta. Talab katta hozir. Biz olib keldik, haqiqatan 1-2-3 marta sotdik, narxi tushdi. Bu haqiqatan O'zbekiston Respublikasiga ta'sir qildi. Iveco markali zapchaslarga ta'sir qildi, chunki olib kelgan narxi tushdi. Zapchas ehtiyot qismi olib kelmasdan oldin o'zim zakaz olib kelardim, juda qimmat narxga olib kelardim. Mana ketirdik, xalqqa yordam berib qo'limizdan kelgancha narxlarni tushirdik. Foyda bo'ladi. Agar men mashina qilmoqchi bo'lsam, menga tayyor mashinam bor. Nima qilaman hali yarmi kesilgan mashina? Yarmi kesilgan mashina qilib, mana shu yerga turibdi. Bundan 5 ta edi, ikkitasini majbur kechagina Qirg'izistonga reeksport qildik, ikkitasini majbur. Imtiyoz ochilmadi, majbur reeksport qildik. Qolganlarini reeksport qilamiz. O'shanaga 1 oy bojxona xodimlari reeksport qilishga to'sqinlik qildi. Buxoro bojxona xodimlari, byurokratiya. 1 oy to'sqinlik qilishdi. Mana dastlab o'sha siz bilan murojaatlaringizni o'rganishni boshlaganimizda Respublika bojxona qo'mitasiga ham borgandik-da. Ularni bergan javoblari sizni qoniqtirdimi yoki yo'qmi? 19 ta savol qo'ygan edik. Aziz Mamajonovning ustidan chora ko'ring degan edik. Javob xati berdi. Javob xatining ijrochisi topinglar-chi kim? Aziz Mamajonov o'zi katta. Aziz Mamajonov o'zi. Ya'ni bo'rini ustidan shikoyat qilamiz. Yana bo'riga qaytib holatni o'rgangin. Bo'rini o'zi javob xati beryapti. Aziz Mamajonov o'zi bizga javob xati beryapti. 19 ta savolga bitta umumiy qilib javob beryapti. Ya'ni o'sha insonning ustidan shikoyat qilsangiz, yana qaytarib o'rganish maqsadida bunaqa holatlar bo'lib turadi. Chunki Aziz Mamajonovdan shikoyat qilyapmiz, ijrosini Aziz Mamajonov tayinlayapti, 19 ta savolimizga bitta umumiy qilib javob qaytaryapti. Bu avtotransport vositasi deyapti-da, tamom. Qolgan savollarimizga javob ham yo'q.
Keyin o'sha Azim Mamajonovda cho'ra ko'ring desak, o'zimizda cho'ra ham ko'rmagan Azim Mamajonov. Yo'q javob xat ekan. Ha, hurmatli Aziz Mamajonov, agar buni haqiqatan transportda topayotgan bo'lsangiz, tadbirkorga amaliy yordam beringlar. Davlat raqam belgisi taqishga istagan pulni berishga tayyor. Ya'ni o'sha davlat byudjetiga o'tkazish kerak bo'lgan, o'sha rastamoshga pulni bergan. To'rlar 200 to'laymiz, tayyor. Kesinlar, rasmiylashtirib bersinlar, davlat ro'yxatidan mayli olib bersin. Davlat ro'yxatidan davlat raqami olib bersinlar, haqiqatan shu mashinaga olib uyga eksponat qilaman. Mayli olib berishmasa, Olib bersa, amaliy yo'q. yordam berishsa. Yo'q, mayli olib berishsinlar, men eksponat qilaman, rostdan. Eksponat qo'yasiz. Shuna, chunki Narzul Rahmatov shunaqa dedi sudga. Prokuror buni ochiqdan ochiq eshitdi. Sud raisimiz ochiqdan ochiq eshitdi bu gaplarni. Protokollarga yozdirdik shu gaplarni Narzul Rahmatovni. Shunchalik bular lavozimga berilib ketganmi, shunchalik yozdan chiqarganmi mansab doirasini. Demak, keling Melis aka, gapni ko'paytirmaymizda, o'sha holatni to'liq o'rganish maqsadida Melis akani o'sha ushbu turdagi transport vositalariga ehtiyot qismlarini sotish do'konlariga borib, o'sha aytgan ramalarni ko'ramiz. Qani, bundan oldin olib kelgan o'sha ehtiyot qism sifatida ro'yxatdan o'tkazilgan Iveco rusumli yarimta yuk avtomobillarining keyingi ahvoli nima kechgan? Bizni kuzatishda davom etaylik. Bojxona ikki qoidasiga tushuncha bor ekan, shunaqa. Bizga o'rganib, bir 10 marta o'rganib, maqsad so'rab, ilmiy kitoblardan izlanib ko'rdik ham, kodeksdan o'rganib o'sha ikki qoida bo'yicha ikki qoidasini men tushunishim bo'yicha tushuntirib beraman. Mana butun mashina, mana shu butun mashina, ushbu mashinaga zadniy moz deydi orqa qismi, oldin qismi peredniy moz, akkumulyatori bo'lmasa ikki qoidaga tushadi deydi. Chunki rama butun. Agarda orqa zadniy moz, oldin zadniy moz, kabina qismi bo'lmaydi, rama va dvigatel bo'lsa, ikki qoida tushadi. Chunki ikki qoidasini transportga nisbatan boshlanishi asosiy qismini ramani butunligi tashkil qiladi. Rama butun holatda bo'ldiki, ikki qoidani himoyalashni boshlaydi o'zi. Ramaga dvigatel o'rnatdi, ikki qoidani himoyaladi. Ramaga dvigatel o'rnatib, hadoy qismini qo'ydi, o'sha ikki 100% ikki qoidani himoyaladi. Biza ketirgan ehtiyot qism ana bu yerdan kesilgan. Teng yarmidan bolgarka bilan shunday kesilgan. Kesilib, mana bu qismi yechib tashab, metalloma topshirib, bu qismidan faqat balonlar olganmiz, reduktorni olib kelganmiz. Qolganini ramani yarmini tashab kelganmiz. O'sha ikki qoidani bermaydi. Rama yaroqsiz holatga keldi. Ya'ni ertaga u narsani tiklash imkoniyati yo'q emas. Ikki o'sha bo'lmaydi. Bu narsani bojxona qo'mitaga borgan paytimiz ham bizga shunday tushuntirib berishdi. Shunday tushuntirib bergan paytga biz ham videoni qo'yib ko'rsatdik. Ana bunaqa holat. Ko'rgandan keyin rahbariyat xodimlari aytdi, boshiga ikkiga tushmaydi dedi, lekin laboratoriya xodimlari o'zini fikriga qoldi. Ya'ni Respublika bojxona qo'mitasidagi gaplar Buxorogacha yetib kelmadi. Ha, yetib kelmadi. Shunaqa desa ham bo'ladi, to'g'rimi? Respublika qo'mitaga borganimizga rahbariyat chiqib shunaqa ikkiga tushmaydi dedi, videoni ko'rsatganimizga keyinchalik xodimlari chiqib rahbariyatga holatni aytib, ana bunaqa degandan keyin yana rahbariyat fikrini o'zgartirib, xodimlarni himoya qildi. Nimaga yarimdan kesilgan o'sha ramasi yaroqsiz bo'ldiki, ikki bo'lmaydi, ikki qoida tushmaydi degan dedizku deganimizga boshqa vajhani keltirdilar, xodimlarni himoya qildilar. Ana shu holatga qolganmiz hozir. Mana ko'rib turgan holatni ko'ryapsizlar, keling. Mana. Ko'ryapsizlar, rama kesilgan, yarim qismi yo'q. Bu ko'rinishda ikki qoidaga tushmaydi. Chunki rama kesilgan, yaroqsiz yozib qo'yibdi. Ikkani bandiga izohlab sharhlab qo'ygan. O'sha laboratoriya xodimi bergan. Laboratoriya Azim Mamajonov bergan. Azim Mamajonov berganga Xadicha Sulaymonovadagi xulosani qo'shmasidan o'zi fikr bergan. Rama butun bo'lsa, akkumulyator bo'lmasa, shinalari bo'lmasa 2A deyiladi deyilgan. Bu holatda 2A tushmaydi. 2A qoidasiga tugallangan tovarni xususiyatini berish kerak. Tovarni tugallab bo'lish kerak. Deylik, rama butun. Men O'zbekistondan ramaga zadniy moz qo'yaman, shina qo'yaman. O'sha tayyor mashina bo'ladi. Akkumulyator qo'yaman, yuritaman, ana 2 qoida bo'ladi. Ya'ni keling Melis aka jaydarchasiga tushuntiraylik. Hozir ular bergan xulosada, bojxona xodimlari bergan xulosada, mana rama butun holatda. Faqatgina orqa zadniy mosti yo'q holatda bergan.
ikkiga bo'ladi. Ikki Ikkiga qo'ylar bo'ladi, ha. tushadi, ham o'ylaydi ikki qo'ylar. Aha. Ya'ni ertaga bu narsani tiklash imkoniyati Imkoniyati mavjud. mavjud deydi. Ha, tiklash imkoniyati mavjud bo'lmaydigan bo'lsa, ikki qoidasi bo'lmaydi. Ikki qo'ylarga tushmaydi bu. Tushmaydi. Mavlonov aka, sizdan iltimos qilib qo'yamiz. Buxoro bojxonaga juda ko'p uquvsiz bojxona xodimlari bor. Sun'iy to'siqlar yaratyapti tadbirkorlarga nisbatan. Mansabdan foydalanib tadbirkorlarga qiynayapti. Bilim tajribasiga ega emas bojxona xodimlari. Buxorodagi men bilgan aynan 4-5 ta bojxona xodimini sanab berib bilaman. 100%. Chunki bular malakasi yo'q xodimlar sudga ham namoyon qildi qanaqaligini. Isbotlab bera olmadi. Eslolmayman, bilmayman degan savollar bilan o'zini olib qo'yishdi. Akmalxo'ja aka, Mavlonov aka, bularni ustidan chora ko'rmasangiz bo'lmaydi. Qonuniy chora ko'ring. Bilimli, yetuk kadrlarni qo'ying. Sizdan iltimosimiz shu, tadbirkor sifatida bizda ham shu vatan himoyachisi soliq tarafidan soliq to'laymiz. 3 ta firmaning rahbari bizga ham bir nechta ish xodimlarimiz bor. Bizdan ham ishsiz xohlaymiz. Akmalxo'ja aka, Mavlonov chora ko'ring, qonuniy chora ko'ring. Bular mansab suiiste'mol qilyapti. Byurokratiya avjiga, Buxoro bojxonasiga ayniqsa. Bojxona xodimlari borsa to'g'ri muomala qilmaydi. Noto'g'ri bo'lsa ham o'zini fikriga ma'qullaydi. Hammasi bir-birini поддержка qiladi. Bir-birini savol bor Akmalxo'ja Mavlonovga, demak, ushbu aynan turdagi transport vositalari nima uchun avvallari mana birinchi olib kelganlarida ehtiyot qism sifatida o'tib, ikkinchi marta olib kelganlarida mana bunaqa muammolarga duch kelyapti. Ammo uchinchi marta xuddi aynan turdagi transport vositalarini Qoraqalpog'iston Respublikasida joylashgan bojxona omboriga olib kirganlarida u ham demak ehtiyot qism sifatida o'tyapti. Nima O'zbekistonda qonunlar hamma joyda bir xil ishlamaydimi? Demak, hurmatli kuzatuvchilar, biz tadbirkorimizni do'konlariga keldik, Navoiy viloyati Qiziltepa tumaniga. Demak, o'sha ishlatilgan avtomobillarni, ya'ni bu avtomobillarning o'sha donor qismlari, ya'ni kelajakda sotish uchun mo'ljallangan tovarlarni skladiga keldik, ketdik qani. Ana ko'rib turgan mashinangiz Iveco marka. Hujjatlari bor, davlat raqamlari bor, guvohnomalari bor, tex pasportlari bor. Buni nima qilamiz? Nima bo'lgan bunga? Bu yo'lda texnik xavfsizlikda yonib ketgan. Ha, bu yongan avtomobillar ramasi. Ramasi yonib ketdi. Faqatgina o'sha butun qolgani o'sha motori bloki bilan rama qismi butun qolgan. Bunga bitta motor qo'yib, kabina qo'yib, tayyor sozlata keltiramiz. Bundan foydalanamiz. Iloji yo'q. Keyin mana buni avariya bo'lgan. Mashinamiz avariya bo'lgan. Nima qilamiz bunga? Bunga ham bitta motor qo'yamiz, bitta kabina qo'yamiz, tayyor mashina. Buni ham tex pasport, hujjatlari bor, davlat ro'yxatidan o'tgan. Mana olib kelgan mashinalarimiz remont qilamiz qaytadan. Bu o'zimning firmamga aloqador mashinalar. Ushbu mashinamiz ham yo'l texnik hodisasiga uchragan, avariyaga uchragan, avariya sodir etgan. Motor qismi ham remontlar bo'lib qolgan, dvigatel qismi. Dvigatel almashtirib, xarajatlarini qilib, qo'yib, tayyorlab ishga chiqaramiz. Dvigatelni olib kelingan, Germaniyadan olib kelingan dvigatel o'rnatamiz. Dvigatel ham remontlarga kelgan. Olib kirgan ikkita zapchasimizni ramasi, mana yaqinroq keltiring, ana vin kodlari bilan tushsin. Mana vin kodlari bilan turibdi. Mana ikkinchisi. Vin kodi bilan. Bu nima qilasiz? Bu metallom, tamom. Bu podnon sifatida kelgan. Xuddi tamoji skladdagi ko'rinishda edi. Mashinani yechdik, mana kabinasini yechdik, kerakli qismlarini oldik. Rama ana shu holatga keldi. Buni kesib ulab biza mashina qilmadik. Mashina qilib bo'lmaydi. Mana kesilgan qismi. Olib keling, videoni yaxshiroq ko'rinsin. Mana bu yeri kesilgan qismi. Buni mashina qilib bo'lmaydi ana. Oldin kiritgan ikki turdagi zapchasimizni rama qismi. Demak, Melisaga darvozani ustiga to'sin qilishga yaxshi ekan. Unga ham yetmaydi, razmer bermaydi. Ha, unga ham razmer bermaydi. Bu mana bu mashinani taq qismida edi. Mana. Aha. Yechdik. Demak, bu donor kuzovni demak boyagi mashinalarga qo'yasizlar-da. Xuddi shuna. Ana u avariya bo'lgan yongan mashinalarga qo'yamiz bu kuzovni. Buni biza
yarmini keltirib suvarka qilib tayyor mashina qilmadik. ya'ni o'sha tomoshabinlarimizda noto'g'ri fikr shakllanmasin. Aka mashina yasab, unga davlat raqam olmaydilar. Davlat raqam belgisi mavjud bo'lgan, yonib ketgan yoki yo'l transport hodisasiga uchragan avtotransport vositalarini mana shu donorlar yordamida tuzatib, soz holatga keltiramiz. So'z holatiga keltiramiz. Xuddi shunday. Ushbu mashinalar uchun ishlamasa ham men kredit to'ladim men. Bir necha yil davomida yotgan mashinalar, men lekin kreditlar to'ladim, davlatdan qarzim yo'q. Kreditga olingan, prezidentimizning imtiyoz berganlar, kreditga ham olganmizda foydalandik, davlatga soliqlarni, kreditlarni o'z vaqtida to'lab qilib kelyapmiz. Endi tayyorlaymiz degan paytda bojxona xodimlari G'ulom G'ulomov soxta texpasportlar olib, yo'l harakati xavfsizligi bilan boshqarmasidan til biriktirib, jinoiy reja tuzgan deb vajlarni keltirib, G'ulom G'ulomovning bildirgisi asosida 10 oydan buyon jabrini ko'ryapmiz. O'sha mas'ullarimiz Yo'l harakati tegishli boshqarmasi. tartibda demak e'tibor beradi degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Антикоррупция.